2026-yilning 15-yanvaridan 28-fevraligacha O'zbekistonda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri o'tkaziladi. Dastlab 15-yanvardan 31-yanvargacha bo'lgan muddatda census.stat.uz sayti orqali onlayn ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Saytga OneID tizimi yoki pasportingizdagi JSHR orqali kirishingiz mumkin. Agar sizda OneID bo'lmasa, xavotirlanishga hojat yo'q. Uni tez va oson yaratishingiz mumkin. Buning uchun ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, jarayonni boshlang. Taqdim etilgan foydalanuvchi kelishuvni o'qib chiqing. So'ngra tanishganingizni tasdiqlang. Standart usulda ro'yxatdan o'tishda jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami, pasport seriyasi va raqami hamda telefon raqami yoziladi. Shu o'rinda muhim eslatma: telefon raqami o'z nomingizda bo'lishi lozim. Aks holda tizimga ulanib bo'lmaydi. SMS yuborish tugmasini bosish orqali telefoningizga maxsus kod yuboriladi. Uni ushbu belgilangan katakka kiritib, jarayonini yakunlang. Endi telefoningizga yuborilgan login hamda parolni belgilangan katakka yozing va tizimga kiring. Tabriklaymiz, siz tizimga muvaffaqiyatli qo'shildingiz. Agar siz oldin OneID dan foydalanib login va parol yodingizdan chiqqan bo'lsa, uni tiklash juda oson. Buning uchun OneID tizimiga kirib, login va parolni unutdingizmi so'rovini tanlang. Bo'sh qatorlarga pasportingizdagi shaxsiy identifikatsion raqamingiz va o'z nomingizdagi telefon raqamingizni kiriting. Telefoningizga SMS tarzida kelgan maxsus kodni bo'sh katakka yozing. Tasdiqlash muvaffaqiyatli yakunlansa, telefonga SMS tarzida yangi login va parol yuboriladi. Tabriklaymiz. Endi census.stat.uz sayti orqali ro'yxatga olish jarayonida ishtirok etishingiz mumkin. Mazkur jarayonda yuzaga keladigan barcha savollaringizga 1851 qisqa raqami orqali batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishda faol ishtirok eting. Sizning ishtirokingiz kelajagimiz uchun muhim.